Assalomu alaykum. Qandaysizlar, yaxshilarmi? Desa o'rtangizlar. Biz Novxatda tovuq bozorida yuramiz. Sizlarga hozir tovuqlarning bolarini bilib beramiz. Ondan bizning kanalga like bosingizlar, bizning kanalga xatto olingizlar. Qo'yin qancha so'm? Ha. 400 so'mdan mı? 400'dan mı? Ökoy 400 bize 400 so'mdan mı? Ökoy 400 so'm mu? Erkek mi var ha? Birisi erkek, birisi urg'och ekan. 400 so'mdan qo'y. Abi, siz oldu. 500 so'mdan mı? Erkekler qancha so'm sonda? 1000 so'mdan ekan mana erkekleri. Erkekler 1000 so'mdan ekan. Qancha qildingiz aka? Qo'ydingizmi? Qancha? 1000 so'm bu, erkek bo'lsa. 1150 kami. Qanchta? 9 ta bor. 9 ta bolasi mana. 1100 so'm berib beradi. Qana ekan boldan. Ko'rsangiz bardini japdi. 9 ta manasi. Siz qancha qildingiz? So'radim aka, ber. Qanchaga so'radingiz? 1150 bo'lib turdi. Shuni so'radim. Shuni so'radingizmi? 1100 ga. Bering bo'lsa. Tanish bu ya, onu bir tanish bu. Biz olasa bersamiz bor. Endi qilasizmi? Onu bir 50 so'm qo'shing. 50 so'm qo'shing berib yuboring. Bering unda. O'rdak qancha qildingizlar? 700 ga bermaytam. Qanchta bolasi bor? 9 ta bir pastek bor. 1700 ga va? 1650 ga. 1650. Beresmi kamışa? Olasmi? 100 so'm ne dersen? Boqlarlarcha? 3 aka. Bo'lam. 50 so'm bermayman. 100 so'm qo'shlaydi qo'ysin. 50 so'm Ber bo'lsa sho'g'i. 50 so'm joyga nima deyman? Boshqa qo'shib qo'shavergan. Yo'lkira qilib chiqib ketaylik qancha 50 so'm doldiram bizlarga. Akama qo'shib bo'lmadimi? Akanimga narxini. Mana aka bular 50 so'm talashlar shundacha. Aka sizlar boqmay. Nimalarga chiqaradi? 2000 so'm bu. Qanchta bolasi bor? 13 ta. 13 ta bolasi men aka. 2000 so'm ekan. Bugun negadir o'rdakda ko'p bozordachi. Bu, ha? Qancha kami? Olarman dedi. 2000 so'm ekan mana aka. Bu BBC degan kanal aka. 850 dan mi? 850 so'mdan ekan mana. Çok miktar ekan. 130 so'mdan mı? Bu qancha oyliklar ekan? 6 oylik. 6 oyliklar bu. 130 so'mdan ekan 6 oyliklar. Mana aka. İntibatı ne çıkıyor? 250'den. Satılışı. Ha, satılış 250. İnkubator mana aka. 250 so'mdan ekan sotilish. Valla bizimkiler koyma Matilar 5 so'mdan ekan. Qorozori 1000 so'mdan ekan. Çok ko'rinmaydi. Mana aka. Qora shahzoda bor. O tortoni 2000 so'mga boqiladi ekan. Bermaydi ekan esichi. Ammo qoroz qancha bu qoroz? Qoroz 1200 so'm ekan. O tortoni 2000 so'mga bermaydi ekan. 600 so'm bo'lsa berayotgan mana. Cho'ng tovuq. Tovuq otgan tovuqlar ekan.
Bu 700 so'm ekan bu xo'roz. Bu savur qancha dedingiz? Bular da 600 so'mdan ekan. Ozmas, kami beradi ekan. Bu 400 so'm ekan mana. Tarlar. Parası 250. 250 so'mdan bu. Ikkita para. Ikkita para 500 so'mga shart beramiz. Mana qaraqana, ochqin olg'in, mana qora. Qaysi mana qaysi para shunda? Shunda buni oq bilan oq bilan buni para ko'p. Endi buni qora men, buni chekida, buni qora. O'rtadagi sotilmaydi. Nega sotilmaydi? O'rtadagi qora. Yo'q. Va uyda urg'och bor. Parasi olmaydi akaga. Jalla ko'rgan ekan. Men borat. Men qaraqlachi. Bo'ldi mana. Qo'yib, qancha katta qo'yib? Qancha bu? 1,5. Urg'ochi bu? Erkakmi? Oldim. 1,5 yomon cho'ng qo'yadi ekan. Parodasimi deganda bu? Velika. Cho'ng qo'yadi ekan. Seniki qancha? Boldari bor o'xshaydi. Qancha bolasi bor? 7 bolasi. 7 bolasi. Qancha bo'ldi tug'aniga? Qanna 15 kun. 15 kun qoldi. Yomon kichkina bo'ladi. Qancha so'm deding buni? 1,5 ming bu. Oho, yomon kichkina bular. Buna qo'roz chiroyli ekan-a? Qanchaga bo'lsa beraverasiz? Bilmayman. 1,5 ming ekan-da. 500 so'mdan bo'lsa 500 bu. 500 so'm. Qo'rozi bular? Ekoyati. 1700 so'm bu. Qancha tilak bu hozir? Bilmayman. Buni men olganman. 2 tilak aka 2 tilak. Qanchaga bo'lsa beraverasiz? 1,5 ming bo'lsa beraver. 1,5 mingga. Biroq mushtashtiraman desang, вообще qochmaydi. Qaytmaydi. Men o sasib terdim qorozni allanam olib, 100 ming olib olganman. Ha. O'ylab qorozni olib qo'ydim. Tulak ekanda, ek tulak o'xshaydi, kuchli ekan o'zi hamsa. So'yib keyin desam ham erta dadildam. Ha, nomeringizni bering-chi onda, joz olayım. Nomeringizni. 70 220 ming. 220 bilan 23 04 85. 85 degan nomerga chalib shu ekan qo'rozni olamiz. Kuchli qo'roz ekan. 3-4 ta qo'rozlar qochirib turibdi. 1500 so'm bu bo'lishi. Qancha ekan bu? 1300 so'm bu. Bu qancha tilagi? 1300 so'm beretkesin-da. 1300 so'm ekan. 1300 so'm. 1300 so'mdan ekan mana g'ozlar. Erkakmi bular? Erkagi ham bor urg'ochi. Vossa, urg'ochi qancha so'm? G'ozlar kimdan g'ozlar? Chet. Qanchadan? 1300 dan. Qanchaga go'shgan? Endi hozir chiqsa kerak 2 kilo. Yo'q, unalar ikkovi 2 kilo. Ha, tuvavu. Löptede tuvavu? Ha? Löptede tuvavu? Kunda bir tuvat. 45 ta tuvat. Bir yilda o. Bir yilda 45 ta tuvat ekan-da bular. Buni bosab ketding. Oqcha bosab ketdi. To'qtaringiz qancha so'mdan sizniki? 750 so'mdan. Borcha? 750 so'mdan. Bo'lishi qanchaga berasiz? 700 so'mdan beradi ekan bularga. Bular tuvatda. Oy, yomon o'rg'a bu. 3 kilo chiqadi o'xshaydi. O'g'ir ekan biroq. Ya bu yilliklar bog' bo'ldi. Endi bo'ladi. Qancha adashtatini? Mana shu hamma turishini 19 ta ekan. 19 ta. 14 ming qilib bermayapti. 19 ta. Venesiya ham bor ekan-da, tulakda. Katta tulakda. 4 ta bor o'xshaydi, 5 ta bor. 4 ta ekan-da. 19 ming dedingizmi? 14 ming. Ha, 14 ming ekan-a. Bermaydi o'g'a. Bermayapti.
Va kelib bering, Bering bo'lsa. shuni uyga haydaylik, tavsiya etasiz. Olar cho'jata mana olar. Minggacha so'radingizmi? Berbayt ava. Berbayt degan. Bu qancha bu? So'mga bo'laverdi yigit. Yeter mingga so'radi. Uchonimi? Uchoni mingga so'rab. Yaxshi. Uchoni qancha ko'rdingmi bozorda? Qancha ekan? Mingdan tekerak ekanda. Bittasi. Qayerda ekan? Ha, mingdan deb turibdi. Ko'rsatib so'radi. O, oqsoqol qarshisi jetelab turadi, ko'rdingizmi? Bo'la turgan bo'la. Yo'q, o da turgan, nari chekadagi. Qanchalarda o'tasiz? Uchoni mingga so'rabdi-da. Yaxshi turibdi. Nima deb aksiya chiqardi?